Ba'zi joylar bor, ular xaritada oddiy nuqta. Ammo qalblarda esa ular butun bir tarix. Samarqand viloyatining bag'rida joylashgan Bulung'ur tumani ana shunday manzillardan biri. Assalomu alaykum azizlar. Bizning tinib tinchimas jamoamiz yana bir manzil tomon yuzlandi. Ushbu hudud urf-odatlarga juda boy. O'zining qadimiy qadamjo'lari, muqaddas ziyoratgohlari bilan zibu ziynatlangan bir alohida tumandir. Ushbu tuman haqida yangidan yangi ma'lumotlarni faqatgina bizning qadam ko'rsatuvi orqali olishingiz mumkin. Shunday ekan biz bilan qoling, bizdan uzoqlashmang. Bu yerga qarasangiz, u shunchaki tuman emas. Bu ma'lum bir o'tmish va kelajak uchrashadigan hududdir. Hozir siz bilan biz o'tirgan joy juda qadimiy tarixga ega bo'lgan, qadimda Barakat deb atalgan qadimiy shaharning o'rni. Bu Barakat shahri qadimda eramizdan oldingi 3-5-asrlarda juda rivojlangan, taraqqiy etgan shahar va davlat bo'lgan. 1989-yilda ana shu qishlog'imizda o'tkazilgan arxeologik qazishmalar asoslangan faktlar. O'sha davrda bu yerda aytaylik temirchilik, sanoat va boshqa sohalar juda rivojlangan joylar bo'lgan. Endi bizning qishlog'imiz bugungi kunda Bulung'ur tumaniga qarashli. 1889-90-yillarda keltirilgan faktlarga qaraganda o'sha paytda Bulung'ur shahrimizning o'rnida bor yo'g'i 33 ta xonadon bo'lgan ekan. Mana shu Bulung'urimizni hududidan temir yo'l o'tkazilgan. O'sha temir yo'l qurilishi bilan birgalikda sekin-sekin taraqqiy etish boshlangan va birinchi marta o'sha Bulung'urdagi temir yo'l stansiyasi Rostovtsev nomi bilan nomlangan. Yillar o'tishi bilan bu Bulung'urimizning nomi o'zgardi. Bunga 1919-yil 21-23 kunlari mana shu Rostovtsev stansiyasida bo'lib o'tgan janglar sababli Bulung'urimizning nomi keyinchalik Krasnogvardeysk deb nomlandi. Shu jangda Kolchakning Oq gvardiyachilarining 4000 askari va o'sha paytdagi Qizil armiyaning 800 askari orasida jang bo'lib o'tib, bu jangda o'sha qizil askarlar g'alaba qozonganligi uchun Krasnogvardeysk stansiyasi deb nomlangan. Keyinchalik Krasnogvardeysk stansiyasi lekin Bulung'ur tumani bo'lib qoldi. Mana shu biz turgan qal'a, ya'ni buyuk sarkardamiz Amir Temur hazratlariga tegishli bo'lgan Sheroziy qal'asidir. Bu qal'aning ko'zga tashlanadigan jihatlardan biri aynan qal'ani 4 tomondan suv o'rab olgan. Bu esa o'z vaqtida himoya vositasini ham o'tagan. Siz ko'rib turgan mana shu suv bu Bulung'ur kanali hisoblanadi. Ya'ni Bulung'ur ma'nosi ma'lum bir manbalarga qaraganda loyqa suv degan ma'noni ham berar ekan. Bu Bulung'ur daryomizning uzunligi 184 kilometr. Mana shu Bulung'ur daryomizning sharafiga tumanimiz Bulung'ur tumani deb ataladi. Shu o'rinda sizlarga ma'lum bir ma'lumotlarni ham bo'lishsak. Bulung'ur nomining ma'nosi burchakdagi hudud yoki bo'lmasam alohida joylashgan qishloq degani ekan. Ya'ni manbalarda aynan mana shunday keltirilgan. Bulung'ur tumani 1975-yilda tashkil topgan. Endi Bulung'ur juda ko'p qadim daryo. Ko'plar Bulung'ur daryosini Mo'g'ulchada loyqa suv deb atashadi. Mo'g'ullar loyqa suv deb atashgan deyishadi. Lekin Mo'g'ullar Bulung'urning borligini 14-asrdan keyin bilgan. Bulung'ur daryomiz esa o'sha Barakat shahrining xaritasida ko'rsatilgan, o'sha paytda Bulung'ur deb atalgan. Bu degani eramizdan oldingi 3-5-asrlar degani. O'sha davrda ham Bulung'ur bo'lgan. Mo'g'ullar kelganda ham Bulung'ur bo'lgan. Bu bizning ota-bobolarimizdan turkichadan qolgan nom. Bulung'ur. Bulung'ur. Burchakdagi chuqur joy. Asli ma'nosi. Shuning uchun mana shu Bulung'ur daryomiz mavjud va Bulung'ur daryomizning sharafiga tumanimiz Bulung'ur tumani deb ataladi. Ko'plar Bulung'ur daryosini
daryo emas, ariq deb atashga harakat qilishadi. Bu nomlanishiga ham men qarshiman, sababi ariq qo'lda qaziladi, kanal qo'lda qaziladi. Bulung'ur daryomiz esa o'zining qirg'oqlaridan chiqqan, buloqlardan to'yinib, suv yo'lini ochgan tabiiy bir mavjudlik. Shuning uchun o'zining yo'lini buloqlar suvdan ochganligi uchun men uni kanalim deb atamayman, ariq ham deb atamayman. Bu daryo. Bu yerdan o'tgan karvonlar, bu yerda dam olgan yo'lovchilar, bu yerda o'z izini qoldirgan sivilizatsiyalar. Hatto buyuk Ipak yo'lining ruhi ham bu zaminda hanuz sezilib turadi. Ustoz mana shu biz ko'rib turgan maxsus zina o'ziga yarasha, o'ziga xos tarzda o'z tarixiga ega ekan. Keling mana shu tarixga ega bo'lgan ma'lumotlarni tomoshabinlarimiz bilan ham bo'lishsak. Mana shu ko'rib turgan joyingizdan, mana shu turgan joyim bevosita qadimiy buyuk Ipak yo'li o'tgan. Bu yo'l mana shu yo'ldan borib eski karvonlar Toshkent shahriga mana shu yerdan qatnagan. Amir Temur Sheroz qal'asini qurgandan keyin bu yerda mis, kumush, oltin tanga, otning taqalari shu yerda zarb qilish yo'lga qo'ygan. Mana shu yerning hozirgi vaqtda ham juda katta havuch va kumush tangalar, mis tangalar chiqadi. Mana bu yerda ko'rib turganingizda mana shu ko'prik Amir Temur tomonidan qurilgan. Mana g'ishti ko'prik. Bu yil Amir Temurning tavalludiga 690 yil bo'ladigan bo'lsa, yillar o'tish davrida mana shu ko'prikni xalq olib borib imoratiga ishlatgan. Mana shu tarixiy bir haqiqatan mana shu ko'prik bo'lganligini to'g'risida tasdiqlovchi joy qilmoqchimiz. Mana bu qilingan jinoyatlar esa Amir Temurning katta bu yerda ot qamaydigan, qurollarni saqlaydigan, soldatlari dam oladigan xonalari bo'lgan, g'orlari bo'lgan. Mana shu hozir biz ochganimiz 3 ta g'or ochildi. Birinchi g'orning uzunligi 20 metrdan ziyod. Eni 8 metr, balandligi 3 metr. Ikkinchi g'orning uzunligi 14 metr. Uzunasi. Eni 8 metr, balandligi 3 metr. Bu yerda qurol saqlagan. Birinchi g'orda otlarni qamagan, biz hali oxirigacha borganimiz yo'q. G'orning chunki arxeologik qazishma ishlari bu yil 26-yilda olib borsak, nasib qilsa oxiriga yetamiz. 3-g'orda esa soldatlar dam oladigan joy qilgan. Mana shu joy uning uzunligi 8 metr, eni 8 metr, balandligi 3 metr. Ajoyib yashashga moslab qurilgan. Shu joyga sayyohlar o'tish uchun mana shu narsalar qurildi. Mana shu narsalar bilan sayyohlarni olib borib to'liq ko'rsatamiz. Undan tashqari tuman hokimining sa'y harakati bilan skaner olib keldik. Yeri tayri juda katta g'orlar, 5 ta g'or aniqlandi. 5 ta g'orda ajoyib narsalar 7 metr yer tayri chuqurlikda ko'rsatilgan aniq qo'limizda faktlar bor. Bu faktlarni Samarqand arxeologiya instituti ham tasdiqladi. Bu yil qazishma ishlari olib borib, sayyohlar jalb qiladigan ajoyib narsalar chiqadi degan umidimiz bor. Yanada yangi ma'lumotlar olish uchun biz aynan mana shu pastlikka, ya'ni kanal atrofiga tushyapmiz. Chunki aynan mana shu yerda buyuk sarkardamiz Amir Temur kechib o'tgan ko'prik ham hozirgacha saqlanib qolingan. Bizning asl maqsadimiz aynan mana shu qadamjoning qanday bu topilgan, bu borada qanday yangilanishlar bor va qanday ishlar amalga oshirilyapti. Bu yer Sohibqiron Amir Temurning eng sevimli qal'asidan biri bo'lgan Sheroz qal'asi deb ataladi. Sohibqiron Amir Temur 1365-yil tarix sahnasiga kirib kelgan bo'lsa, shu davrdan keyin ko'pgina joylarda mana shunday qal'alar tashkil qilib, obodonchilik, ko'kalamzorlashtirish, yurtni obod qilishlarni olib borgan. Mana shulardan qatori mana Sheroz qal'asi ham. 1390-yilda Amir Temur Eronda Sheroz qal'asini qamal qiladi. Sheroz qal'asini 400 ming qo'shin bilan qamal qilib ololmagandan keyin ololmaydi. Sheroz qal'asi shunday mustahkam qurilgan bo'ladiki, qal'aning devorlarining qalinligi 20 metr bo'ladi. Shunda lashkarboshlar Amir Temurdan kelib aytadiki, mana shu Sheroz qal'asiga 9 ta buloq kirar ekan.
shu buloqdan xalq suv ichar ekan. Mana shu buloqni zaharlaylik deydi. Shunda adolatli Amir Temur aytadi, yo'q deydi. Men tarixda yomon nom qoldirmayman. Tarixda kuch bilan olinadigan joyni odamlarni qirish yo'li bilan olmayman deydi. Va shu buloqning o'zidan kirib qal'ani olasizlar deydi. Va shundan keyin lashkarboshilar o'sha 9 ta buloqdan kirib qal'ani oladi. Qal'aga havas qilgan Amir Temur mana shu yerni tanlab Sheroz qal'asi deb Sheroz deb nomlaydi. Shuning uchun bu yerda juda katta tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan joy. Bu yerda Amir Temurdan keyin 40 yil davomida podshohlik qilgan Mirzo Ulug'bekning dam oladigan bir maskan bo'lgan. Bu yerga Temuriylarning hammasining qadami yetgan. Amir Temur 1405-yil 18-fevralda O'tirar shahrida o'lgandan keyin bu yerga Amir Temurning kenja o'g'li Said Sultonqalil birinchi bo'lib Toshkentdan yetib kelib 200 ming qo'shin bilan Samarqandni mana shu yerdan turib Samarqand shahar hokimi Arg'unshohdan Samarqand shahrining kalitlari va Amir Temur xazinasining kalitlarini mana shu yerda turib oladi. Va 1405-yilda Shahrux Mirzo Hirotdan kelib ukasini yengib mana shu yerda Sultonqalil jon bergan bo'ladi. Muqaddas qadamjo bo'lgani uchun bu yer tarixini yaratish uchun O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik qo'lyozmalar instituti bilan hamkorlikda juda ko'p ishlarni amalga oshirib 7 ta kitob chiqardik. Hozir biz ko'rib turgan maxsus mana shu loydan qurilgan g'ishtlar umuman olganda aynan o'sha davrning g'ishtlari hisoblanar ekan va hozirgi kunda ob-havoning ta'siri o'tmasligi uchun ma'lum bir miqdorda bu ta'mirlangan ekan. Ta'mirlangan. Mana shu ko'rib turganingizdek, mana tepadagi ikki qator g'ishtni mana shu o'zimiz restavratsiya davrida qildik. Mana bular hammasi Amir Temur davridagi g'isht. Mana shu turgan joyimiz hozir qilingan ishlar bir arzimas, uni oltida arzimas narsa. Chunki 1868-yilda ruslar Samarqand shahrini istilo qilgandan keyin mana shu yerda istilo qiladi va zambarak bilan ko'mib tashlaydi. Biz viloyat hokimiga iltimosnoma qilganimizdan keyin viloyat hokimi mana shu yerda 7 metrgacha o'rnaladigan skaner apparati bor ekan. Janubiy Koreyada ishlab chiqarilgan, mana shu bilan ko'pgina narsa o'rganildi. 2016-yil, 2019-yil, 2025-yillarda bu yerning tarixini o'rganish uchun Yaxshi G'ulomov nomidagi Samarqand arxeologiya instituti olimlari ilmiy izlanishlar olib bordi. Ilmiy izlanishlar natijasida Temuriylar davriga xos bo'lgan juda ko'p noyob narsalar topildi. Bu noyob narsalar hammasi Samarqand arxeologiya instituti hozirgi vaqtda saqlanmoqda. 1958-yilda rus olimlar Bryakov va Vyatkin bu yerda katta ilmiy izlanish tadqiqot ishlari olib bordi va ularning xulosasiga ko'ra bu yer juda katta tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan joyligi aniqlandi. Samarqand arxeologiya institutining olimi Amiriddin Berdimurodovning sa'y harakati, Samariddin Suyunovning sa'y harakatlari bilan bu yerda mana shuncha ajoyib narsa ochildiki, hali bu ozgina bu yerning tarixidan ozgina bir qismigina ochildi xolos. Mana bu yerni obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish uchun muhtaram prezidentimizning 2024-yil 21-noyabrdagi 407-qaroriga asosan bu yerda hamma ishlar mana shu obodonlashtirish, mana shu yerlarni yuzaga chiqarish, arxeologik qazishma ishlari olib borish juda katta yo'l ochildi. 2026-yilda juda katta rejamiz bor. Rejalarda hozirgacha topilgan Amir Temurning 3 ta g'ori bor. Ot qamaydigan g'ori, soldatlarning qurol-yarog' turadigan g'ori va soldatlar dam oladigan g'ori. Mana shu katta tepalikda topildi. Undan tashqari skaner yordamida 5 ta g'or aniqlanganki, bu yerda juda katta noyob narsa yer qariyapti. Buni Xudo xolasa nasib qilsa 2026-yilda Samarqand arxeologiya institutiga bilan hamkorlikda ochamiz va kelajak avlodga qoldiramiz. Bu yerda yana bir tarixiy joy shuki, bu yerda Zahiriddin Muhammad Bobur chiqib ketishdan oldin aynan mana shu yerda tunagan. Oxirgi tunni shu yerda tunab, yig'lab chiqib ketadi. Boburnomalar bilan hammasini tasvirlagan. Biz Bulung'ur kitobida O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik qo'lyozmalar instituti bilan hamkorlikda chiqargan kitobimizda o'shanga alohida bob berganmiz. Qaysiki bu tarixda, kelajakda yoshlar o'qisin, o'rgansin, haqiqatan qanaqa bir ahamiyatli joy ekanini bilsin.
Endi biz Demak, hali ustoz bu yerni ta'mirlash ishlari davom etadi. 2025-yilda Samarqand arxeologiya instituti bilan men bu yerda bu yerning oxirgi qatlami qayerda ekanini aniqlash maqsadida bu yerga qazishma olib bordik. Hali mana bu turgan joyimizning o'zi 5 metr qazilgandan keyingina haqiqiy yer ilgariga yer paydo bo'ladi. Bu zambarak bilan ko'pirgan tuproq bu. Mana shu atrofdagi hammasi tuproq. Bu yerda juda katta Hali menimcha o'sha atrof muhit ham bora kattalashib borsa kerak. Chunki bu qal'a deyilganda juda ham katta bir miqdorda maydon egallagan. Qal'aning umumiy maydoni tarixan ko'rsatilgani 47 gektar. Hozirgacha tuman hokimining qarori bilan biz 4 gektar 60 sotik joyni oldik. Mana shundan 1 gektar mana shu turgan joyimiz. 3 gektar 60 sotikda mana ko'rganingizdek, hozir muhofaza qildikki, qaysi arxeologik poligon. Mana shu yerda 30-yilgacha arxeologik qazishma ishlari olib borish mana shu respublika madaniy meros agentligi tomonidan belgilangan va bunga mablag' ajratilgan. Arxeologiyani kuchaytirib, chet el sayyohlarini olib kelish niyatimiz. Ko'rsin bu yerda haqiqiy tarixiy joylar borligini bilsin. Bulung'ur bu faqat tarix emas, bu mehnat zamini. Yer bilan suhbatlashgan insonlar yashaydi bu yerda. Dehqonning qo'lida baraka, qalbida esa sabr. Bu yerda har bir urug' umid bilan ekiladi. Har bir hosil orzuning mevasidir. Bugungi Bulung'urga nazar tashlasak, u o'zgarmoqda, yangilanmoqda. Zamonaviy qishloq xo'jaligi, yangi texnologiyalar, tadbirkorlik, yoshlar bilim olyapti, orzular qilyapti va eng muhimi, shu yerda qolib kelajak yaratyapti. Tabiatimiz asosan bog'dorchilikka, polishchilikka mos bo'lganligi sababli bizning tumanimiz o'sha bog'dorchilik, uzumchilik, dehqonchilik tumaniga aylangan. Endi o'sha paytlarda bizning tumanimizning o'sha paytlardagi hukumatning, davlatning ta'minotida o'rni juda katta bo'lgan. Xususan biz o'tirgan mana shu xo'jaligimiz o'sha paytda 2-Bulung'ur savxozi deb nomlanardi. Bizning shu xo'jaligimizning o'zi davlatga o'sha yillarda 14 ming tonna uzum yetishtirib bergan. 14 ming tonna yetishtirilgan uzum bu yog'i o'sha hozirgi Rossiyaning Yevropa qismidan to uzoq sharq qismigacha bizning shu yerimizda yetishtirilgan olmalar, uzumlar, bog'dorchilik mahsulotlari yetib borgan. Men o'zim Bulung'ur tuman Kildan shaharchasida tug'ilib katta bo'lganman. Shu dehqon oilasida katta bo'lganman men. Shu naqshchilikda boshlab rivojlantirishimizga birinchi o'rin otam sababchi. Boshlab shu naqni o'zi payvand qilib, payvand tagini shu yovoyga urib, o'zimizda hovlimiz bir 15 sotikka ekib nima qildik. Birinchi tajribamiz ana shundan boshlandi. Hozirda bir 10 gektar yerga shu naqshchilik bilan shug'ullanyapmiz. Shu 10 gektarga ekilgan hozirgi kunda. Hozirgi kunda shu Bulung'ur tumaniga ham juda ko'p mahallalarga yetkazib beryapmiz. Shu asosan bizlarning naqshchilik, lekin boshqa ko'chatlardan ham bor. Bizlarga asosan mana Xitoydan keltirilayotgan Xitoy naqshi deymiz bizlar. O'shani ko'proq rivojlantirib beryapmiz. Undan boshqa ham bir 4-5 xil navlarimiz bor. Bizlardan ko'proq hokimiyat tomonidan so'ralayotgan mana Xitoy naqshlari ko'proq so'ralyapti. Vaqtlar o'tadi, asrlar almashadi, ammo bu harakatlar doim olg'a qadam bosadi. Bu yerdagi mehnat oddiy mehnat emas, mehnat falsafasi. Bu yerda baxt tayyor holda berilmaydi. Uni mana shu yerda yaratishadi. Hozir o'zimizda mahalliy bozorga chiqyapti. Iloji boricha bu narsani ko'paytirsak, eksportga shu o'zim ham qiziqaman. Shu chetlarga chiqib bu narsani yanada takomillashtirishni, rivojlantirishni qo'ldan kelgancha shu harakat qilyapmiz endi bu ko'chatlarni ko'paytirib berishga. 2024-yilda 72 tonna chiqdi-da, mana shu o'zimiz topshirganimiz mahalliy bozorlarga chiqarib sotildi. 2025da hosildorligimiz sal kamroq bo'ldi. Sal shuning yarmi bo'sh bo'lsa, bir yil ko'proq, bir yil kamroq hosil beradi-da, lekin har yil hosil beradi bu.
Bu yil endi xudo xolasa endi hosil beradigan yil. Endi dehqonchilikda orqasidan shu mahallamizga, oilamizga juda foydasi katta bo'lyapti. Endi mana shu ko'chatchilik bilan, bog'dorchilik bilan shug'ullanayotganimiz o'zimizga ham foydasi juda katta bo'lyapti lekin. Yani shu oilaviy bizlar shu bog'bon oilasimiz shu bu yerda shu amakimiz ikkalamiz shu naqshchilik, ko'chatchilik bilan shug'ullanib kelyapmiz hozirgi kunda. Hozirgi kunda 4 ta mahallamiz mana shu naqshchilik bilan ixtisoslashgan. Shu kambag'al oilalarga ham iloji boricha shu ko'chatni o'zimiz yetkazib beryapmiz. Maqsad shu turmush tarzi yaxshilanishda. Maktablar, kollejlar, infratuzilma barchasi rivoj yo'lida. Bu yerning eng katta boyligi albatta ana shunday ziyoli insonlar. Bulung'ur oldida katta imkoniyatlar turibdi. Agar bu yerdagi yerga berilgan mehr, yoshlarga berilgan bilim va imkoniyatlar birlashsa, Bulung'ur nafaqat Samarqandda, balki butun O'zbekistonda o'z o'rniga ega bo'lgan asosiy hududlardan biriga aylanadi. Chunki kelajak tasodif emas, u harakat natijasi va bu harakat allaqachon boshlangan. Bulung'ur bu kecha emas, Bulung'ur bu bugun va eng muhimi, Bulung'ur bu ertasi bor bir hududdir. Bulung'ur tumanining asosiy ko'rsatkichlari haqida gapiradigan bo'lsak, tumanimiz joylashuv nuqtai nazaridan ham M39 magistral yo'lida va temir yo'l o'tganligi, qulay infratuzilma yaratilganligi bu nafaqat ichki turizm, balki xalqaro miqyosdagi sayyohlarning kelishiga ham qulay sharoit yaratilgan. Tumanda nafaqat qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, qayta ishlash, balki turizm salohiyatini oshirish bo'yicha ham keng ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti. Mana o'tgan 2023-yil mobaynida hurmatli prezidentimiz 132 qarori asosida 130 milliard so'm mablag' o'sha ijtimoiy iqtisodiy sohada, rivojlanish sohasida jadal kompleks rivojlanish maqsadida sarflandi. Bunda o'sha Sheroz qala arxeologik majmuasi, Xo'ja Hofiz merosi, umuman bugun Bulung'ur tumanining turizm salohiyatini oshirish bo'yicha ham rejalashlar amalga oshirilyapti. Bundan tashqari mana ko'rib turganingizdek, bizlar hozir Navbahor mahallasida turibmiz. Bu yerda 900 ga yaqin oilalarning 130 ga yaqini mana shu qurchilik bilan shug'ullanadi. Bu yerda o'z navbatida men yaxshi ma'lumki, bugun o'sha kambag'allikni qisqartirish, ishsizlikka barham berish, ayollar va yoshlar ishsizligini barham berishning bitta mezoni sifatida qarasak bo'ladi. Sababiki bugun 130 ga yaqin oilalar o'zlarining a'zolari bilan mana shu qurchilik rivojlanish maqsadida ishlab kelishyapti. Mavsumga qarab bular ob'yom deymiz, ehtiyoj ko'paygan paytda qo'shimcha yollama ishlar ham oladi. Endi bularning ham bugun nafaqat ichki bozorni, balki eksportni ham yo'lga qo'yish, qadoqlash, eksport qilish ham rejalashtirilgan, qilinyapti. Yana bu kasb, bu hunar avloddan avlodga o'tib kelyapti. Otamning otasi shug'ullanib kelgan bu ish bilan, kasb bilan. Bu soha bo'yicha 20 yildan ortiq vaqtdan shug'ullanib kelamiz. Boya ko'rib turgan stanoklarimizni o'z qo'lim yasaganman. Qurtlarimizni mahalliy bozorlarimizga, o'zimizning ichki mahalliy bozorlarimizga chiqaramiz, tarqatamiz. Mana bunaqa har xil shaklda qurtlardan qilamiz. O'zim bu tadbirkorlikni yo'lga qo'yganman. 10 dan ortiq ishchi ishlaydi qo'limizda. Suzmalarni asosiy o'zimizning ichki bozorlarimizdan olamiz. Qashqadaryo, Surxondaryo, Buxoro, o'zimiz Samarqand, Jizzax territoriyalaridan tekshirilgan, nazoratdan o'tkazilgan suzmalar keladi bizlarga. Kelajakdagi niyatlarimiz, xo'p, eksport qilish niyatlarimiz bor. Bundan-da ko'proq ob'yomda chiqarish niyatlarimiz bor. Hozirgi kunda oyiga 15 tonnaga yaqin qurt chiqaramiz. Bundan ham ko'tarish niyatlarimiz bor. Chet davlatlarga, Qozog'iston, Qirg'iziston davlatlariga eksport qilish niyatimiz bor. Shu yil xudo xolasa. O'shani yo'lga qo'ymoqchimiz. Bir so'z bilan aytganda, Bulung'ur bu faqat hudud emas. Bu oila. Bu yerda qo'shnilar bir-birini taniydi, qiyinchilikda yolg'iz qoldirmaydi. Bir uyda to'y bo'lsa, butun mahalla xursand. Bir uyda dard bo'lsa, hamma yelkatosh. Bir tomondan havasimiz ham keldi. Zero birlik bu eng katta kuchdir. kecha bugun olingan tasvirlarimizdan ko'rishimiz mumkinki, bugun Bulung'ur tumanida turizmni rivojlantirish,
iqtisodiy kompleks mana sohil bo'yi loyihalarimiz ishga tushyapti. Yo'llar, infratuzilma bu tadbirkorlik eng muhimi. Tadbirkor uchun kerakli bo'lgan infratuzilmaga alohida urg'u berilyapti. Bunga misol tariqasida aytishimiz mumkinki, bugun o'sha 7 gektarga yaqin yoshlar xumo parkida kompleks yondosh asosida kutubxonani borligi, 300 o'rinli amfiteatri qilinganligi va yonida o'sha sport kompleksini qilinganligi tumanda yoshlarni bitta 5 tashabbus doirasidagi tadbirlarga qamrab olish uchun qulay sharoit yaratilganini ko'rishimiz mumkin. Sohil bo'yi loyihalari haqida to'xtalib o'tdik. Bu M39 yo'lida xalqaro magistral hududda joylashgan sohil bo'yi tuman hududida oqib o'tadigan Bulung'ur-Ariq kanal deymiz. Oldin daryo ham deyilgan. Shuni hududda joylashganligi va bu hududda tadbirkorlik uchun qulay infratuzilma bo'layotganligi. Endi bunga yo'li va qulay bo'lgan sharoitlar qilib berilyapti va auksion qilib chiqqandan keyin o'sha joyda tadbirkorlik subyektlari paydo bo'ladi. Bu o'z navbatida tumandagi o'sha ish o'rinlari bilan kambag'allikni qisqartirish bilan bog'liq bo'lgan jarayon hisoblanadi. Yana misol qilib aytishimiz mumkinki, bugun o'sha tumanda 8 ta o'sha turistik obyektlarimiz mavjud. Ya'ni turistlar boradigan marshrutdagi obyektlarimiz mavjudki, bularni 2026-yilga marshrutga qo'shish. Ya'ni bularni ichki turizm sayyohlarning oqimini oshirish, xalqaro sayyohlarning oqimini oshirish bo'yicha ishlayapmiz. Bu bo'yicha rejalarimiz bor, qiladigan ishlarimiz ham bor hali. Endi tumanda 49 ta mahallamiz bor. Har bitta mahallaning o'zini ixtisoslashuvi bor. Qaysi hududdadir o'sha qishloq xo'jaligi, qaysi hududda o'sha chorvachilik yo'nalishida, qaysi hududda xizmat ko'rsatish. Aynan sizlar ko'rib turgan jarayonda bizlar Navbahor mahallasida o'sha qurchilik bilan shug'ullanayotgan oilalar misolida tahlil qilib beryapmizki, bu mahallada 900 ga yaqin xonadonlarning 130 nafari shu soha bilan shug'ullanib keladi. Bundan tashqari mana Kildon mahallamizda alohida yondosh mahallalarimizdagi 7 ta mahallamiz ham noqchilikka ixtisoslashtirgan. Bu yerda noqni nafaqat mevasi, balki ko'chatidan yetishtirish va ko'chatlarni yondosh mahallalarga tarqatish, bitta mahalla, bitta mahsulot tamoyili asosida ish ko'rish rejalashtirilgan. Shundan ko'rib turibdiki, bu yerda nafaqat bundan tashqari o'sha mahalladagi ehtiyojmand oilalarga ham ko'chatlarni berish va hosilini olib, u oilalarda ham o'sha daromadni oshirishga urg'u berilgan. Boshqa hududlarimizda ham endi Bulung'ur tumani alohida hurmat prezidentimizni nimasi tashabbusi bilan qaror qilib berdiki, kartoshkachiga ixtisoslashgan tuman bo'ldi. Bu yerda bugun kartoshkani ham urug'ini yetishtiriladi, ham ekilgandan keyin ichki bozorni ta'minlab beramiz. Oziq-ovqat tanqisligini oldini olish bo'yicha ham rejali ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Agar bir kun yo'lingiz tushsa, shoshmang. Bir on to'xtang. Atrofga qarang va sukunatni tinglang. Va albatta, Bulung'ur tumaniga biroz vaqt ajratib bir sayohat qiling. O'zgarishlarni, rivojlanishlarni, islohotlarni o'z ko'zingiz bilan ko'ring. Natijalar ishontirib aytamizki, ko'zingizni quvontiradi. Bismillahirrohmanirrohim. Yetkazganingiz. Bu tabiiy buloq suvi hisoblanib, Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida joylashgan Xo'ja Mazgil ota ziyoratgohiga keldik. Aynan mana shu buloq yer qa'ridan chiqib, butun bir aholini suv bilan ta'minlar ekan. Hozir ichib ko'rdik, juda ham chuchuk suv, iste'molga yaroqli va shuningdek shifobaxsh ham ekan. Buni sanab ko'ramiz. Hozir biz turgan joyimiz Bulung'ur tumanidagi yuqorida aytib o'tganimizdek Xo'ja Mazgil ziyoratgoh hisoblanib, bu tog'ning eng tepa qismida joylashgan. Mana baraka yog'ilib, hatto yomg'irlar ham yog'a boshladi. Biz ijodiy jamoamiz bilan mana shu ziyoratgoh haqida batafsil ma'lumot olish uchun eng tepalikka chiqishga harakat qildik va hozir tasvirga olish ishlarini amalga oshiryapmiz. To'g'risini aytsam, bu ob-havo ham bizga hech qanday ta'sir kuchini o'tkazgani yo'q. Qanchalik darajada sovuq bo'lmasin, lekin bizga bu ziyoratgoh juda ham yoqimli tuyulyapti, ishonasizmi? Bir yengillik, ruhingizda yengillik, teranlik his qilasiz. Buni biz bilan ko'rsangiz, albatta siz ham ko'rsatuv davomida bunga amin bo'lasiz. Ishoning, bizni kuzatishda davom eting.
ketdik. Mana bugun biz shunday bir aziz avliyoning qadamjosida turibmiz. Men bitta narsani aytishim kerak. Mana shu keyingi vaqtlarda, ayniqsa mustaqilligimizga erishgandan keyin o'sha qadimiy an'analarimizni, urf-odatlarimizni, aziz avliyolarni, islomga bo'lgan munosabatlarni go'zallashtirish borasida juda katta ishlar amalga oshirildi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan mamlakatimizda bor avliyolarni, mana Imom Buxoriyni masalan maskanini qarang, hozir uni butun yer yuzi unga bir katta e'tibor bilan qarayapti. Moturudiyni aytmaysizmi? Termiziyni aytmaysizmi? Xuddi shuningdek bizning shu Bulung'urimizning chekka qishlog'ida, Tojikiston bilan chegaradosh bu yer, Xo'jamazgil mahallasida, Xo'jamazgil qishlog'ida mana shunday avliyo bobomiz borligini yoshlar bilmagan. Odamlar hay kelib avliyo deb o'ylagan. Mana qarang endi hozir buning bir karomatini mana shu kishining hisobidan chiqqan buloqdan mana shu qishloq ahli to'liq suv ichgan. Dehqonchilik deysizmi, chorvachilik deysizmi, barchasi. Endi men bitta narsaga e'tibor berishim kerak, chunki men shu yerda tug'ilib o'sgan, shu Hamshira qishloqda tug'ilib o'sganman. Bu yerdagi ahvol qarovsiz holatda edi. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan, u kishining rahbarligi bilan tuman hokimining bevosita ishtirokida mana shu yer juda bir ajoyib maskanga aylandi. Men mana shu yer qurilish jarayonida 5-6 marta keldim. Ustalar sidqidillar, haligi kayfiyat bilan bir chiroyli ishlarni amalga oshirayotganini guvohi bo'ldim. Men mana shu munosabat bilan o'sha hokimimizga ham o'zimning minnatdorchiligimni bildirib qo'ymoqchiman. Chunki mana shunaqa insonlar, mana shunaqa qadimiy avliyolarni xalqimizga ko'rsatish, yoshlarga ularni tushuntirish, targ'ibot qilish bugungi kunda bizga o'xshagan keksa nuroniylarning vazifasi deb o'ylayman. Men o'ylaymanki, bunda faqat savob, bunda faqat bir chiroyli amallar, bunda faqat bir-birov bo'lgan mehr-muhabbat, o'tmishimizga bo'lgan mehr-muhabbat mujassam bo'lganda, mana shu mujassam bo'lgan narsani agar biz yoshlarimizga yetkazib bera olsak, men o'ylaymanki, bu yoshlarda hech qachon jinoyatlikka moyillik, birovlikka xoinlik qilish, birovni haqini yeyish, birovni haligi yo'ldan ozdirish degan tushunchalar men bo'lmaydi deb o'ylayman. Bir so'z bilan aytganda, Bulung'ur tumani bu shunchaki bir manzil emas. Bu yashaydigan va davom ettiriladigan ma'lum bir tarixdir.